Bizda oxirgi shans qoldi. Yoki yutishimiz kerak, yoki futbol o'ynamasligimiz kerak. Bo'ldimi? Shumi hammasi? Bizga tushuntirib bera olmaysanmi? Nimalar bo'lyapti termada? Axir tarkibi Osiyodagi eng kuchlilaridan. Iltimos bizga tushuntir yoki biz baribir muxlismiz va shuning uchun ko'rib tursak-da tushunishni istamaymizmi? Boshiga olma tushgandan so'ng butun olam tortishish kuchini o'ylab topgan Nyuton haqida eshitganman. Sevimli jiyaniga barchasini soddaroq qilib tushuntirish uchun olma voqeasini o'ylab topgan. Aslida-chi, butun koinot ilmini matematik va fizik bosh qotirmalar, necha kunki uyqusiz o'tgan tunlar bularni baribir jiyani tushunmasdi. Eng zo'r variantni o'ylab topgan. Qoy. Balkim sen ham Nyutondirsan. Biz esa seni sevimli jiyaning Barton. Agar shunday bo'lsa, shu intervyuda sodda va lo'nda gapirib to'g'ri qilgansan, chunki biz baribir tushunmasdik. Yillar kerak bo'lardi tushunishimiz uchun. Bahona! Ha, sizlar tomoningizdan aytilgan har bir so'z shunday yangrardi. Tan olaman, men seni unchalik yoqtirmasdim. Nimaga o'zim ham bilmayman. Balkim futbolni tushunmaganim uchundir, har deb vaziyatlarni isrof qiladigan yaltiroq hujumchilar ko'zimni ko'r qilgandir. Xuddi mashinaning chiroyli saloniga ishqiboz bo'lgandek, ha sen mashinaning motori eding. Seni tushunish uchun aql va yana aql kerak edi. Terma jamoadagi yetishmovchiliklar, jamoadagi bo'linishlar, maydon tashqarisidagi o'yinlar u bir tarafda natija kutgan o'sha mashina saloniga ishqiboz bo'lgan muxlislar turardi va sen jimgina boshingga tushgan olma haqida bizlarga gapirib berding. Biz chiqdik o'sha mundialga, ishonmasang o'zing bitta so'rabchi xoy odamlar, nega ko'nglingiz butkul yorishmayapti? Axir biz jahon chempionatiramiz-ku de. Boringlar, kulinglar, yayranglar de. Yo'q, ular kula olmaydi. Chunki o'sha oltin avlodni ko'zida yosh bilan intervyu berganini eshitgan. Ular quvonchdan yig'lashi mumkin, lekin kula olmaydi. Sal o'tib yangi avlod keladi. Futbolni qanaqa o'ynash kerak desalar, o'sha intervyuni ko'rsatib, mana qanaqa o'ynash kerak bilmayman, lekin shunaqa insonlar o'ynash kerak deyman. Hurmat bilan Saminjonov. Men to'xtamasdan gapiryapman, alamim kelayotganda Odil Ahmedov yig'layapti. Shu ko'z yoshlarga arzimaydi hozirgi o'yin uslubini boshqarayotgan murabbiylar.